oyijon, xush kelibsizlar xonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey, shirin qo'y, asal qo'y. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz, ushla. Yo'q, Tugadi ish vaqti ham. bitta romantika qilib selfie tushirdik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana shu joyi shirin-da. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Qimirlagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan bir faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anat kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysam, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysam, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bug'u suyibdi. Bug'u go'shamizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochli bug'u go'shimi? Bo.